Hammaga assalomu alaykum. Aziz tomoshabinlar, sizlar bilan Shohjahon epileptolog va bugun biz epilepsiya hamda jarrohlik haqida gaplashamiz. Juda ko'p oldimga kelgan insonlarni, bemorlarni oila a'zolarini qiziqtiradigan savollar bor jarrohlikka doir. Shu sababli bugundan boshlab bir qancha amaliyotimizda jarrohlik amaliyotini o'tkazib bo'lib, xurujlar to'xtab, dorilardan chiqib ketgan bemorlarni case deymiz, ya'ni kasallik tarixi haqida ma'lumot berib o'tmoqchiman. Bugun fokal, ya'ni bir tomonlama xurujlar bilan kelgan bemorimiz haqida gaplashamiz. Keling tanishib chiqsak, qisqacha bu kasallik tarixidan ko'chirma, ya'ni bemorimiz ayol kishi 32 yoshda, o'naqay oldimizga kelganlar. Birinchi qabulda gaplashganimizda ma'lumot berishlaricha umrlarida birinchi xuruj 8 yoshlarda bo'lgan, bosh miya jarohati olganlar, yiqilib tushganlar. Shu sababdan keyin 3 kun o'tib jarohatdan keyin umrlarida birinchi marta xuruj bo'lgan. Oxirgi xurujlar bo'lsa 2024-yil o'zi suhbatlashganmiz bu bemor bilan birinchi marta 26-aprel 2024-yil kuzatilgan. Oldimizga kelganlarda bo'ladigan xurujlar soni kuniga 2 dan 5 tagacha xuruj kuzatilar edi bemorimizda, ya'ni har kuni eng kamida bitta ikkita, ko'proq bo'lsa 5 ta 6 ta xuruj kuzatilardi. Xuruj bo'lmaydigan kunlari kuzatilmagan, ya'ni har kuni xuruj beradigan darajaga yetib kelgan. Xurujlarning semiologiyasi qanday bo'lishi esa ular asosan uyqu holatida va kamdan kam holatda uyg'oq holatda bo'lgan. Bemorda to'satdan paydo bo'ladigan qo'rquv, vahima hissi, keyin o'zini bilmaslik holati, umuman xotira o'chib, anglamaydi keyin nima bo'layotganini bemor. Giperkinetik xuruj deb yozilgan bu yerda. Bu degani qo'llarni keng harakat qiluvchi va tovush bilan, baqiriq, qichqiriq bilan kechuvchi xurujga aytiladi. Giperkinetik xuruj deb. Men o'ylayman shu kunlarda sizlarga bir nechta video tayyorlamoqchiman giperkinetik xuruj haqida, chunki ko'pincha bunaqa bemorlar, giperkinetik xurujga ega bo'lgan bemorlarni odamlar epilepsiya deb hisoblamaydi, chunki ko'rinishi epilepsiyaga o'xshash bo'lmaydi. Chunki epilepsiya desa ko'pchilik yoki tutqanoq yoki xuruj desa og'izdan ko'pik kelishi, qo'l oyoqlarni qaltirashi, shunaqa boshi bir tomon ketishi narsani tushunadi. Giperkinetik xurujchi ko'p holatlarda mulla, domla yoki shunga o'xshagan bir mutaxassislarda davolanishi kuzatiladi, chunki u baqiriq, vahima, keng qo'l oyog'i tipirchilab harakat qilishi bilan namoyish bo'lgani uchun ko'pchilik buni jin kirgan yoki qanaqadir duo tekkan degan fikrga kelib, shunaqa soha xodimlarida davolaydi. Juda qiziq xuruj turlari, ular haqida alohida gaplashishimiz kerak va nima deydi, bemorlar ko'pincha даже oila a'zolari, yaqinlar tomonidan buni epilepsiyaligi tushunmaganligi uchun ruhiy kasalxona, ya'ni psixiatriya bo'limlariga olib borib joylashtiradi. Aslida esa ularda epilepsiya. Giperkinetik xurujlarga xos bo'lgan juda bir jihat mana bu yerda yozilgan 10 sekund, ya'ni qisqa davom etadi. To'satdan to'xtagandan keyin hech narsa bo'lmagandek gaplashib ketadi. Ya'ni xurujdan keyingi davr o'zini bilmaslik, ko'p bemorlarda bor uxlab qolish yoki xurrak otib, chuqur unaqa narsalar kuzatilmaydi. Oddiy bilateral tonik klonik epilepsiyada kuzatiladigan. O'zi bilan bemor bizlarni oldimizga kelganda hech qanaqa xuruj videosini olib kelmagan edi. Bemorda xurujlar klaster, ya'ni bir kunda bir nechta marta bo'lish yoki status bitta bo'lganda uzoq vaqt davom etish ko'rinishda kechgan. Asosiy xurujni chaqiruvchi omil bu davolash, ya'ni terapiyani to'xtashi, ya'ni dorilarning uzilib qolishi, uyqusizlik og'irroq va ko'proq kechishiga sabab bo'luvchi trigger hisoblangan. Oldimizga kelganda bemor o'zi bilan rutin Aga olib kelgan, juda past sifatda, ya'ni qisqa muddat olingan, uyqu holatda olinmagan Aga olib kelgan va bir Tesla MRT olib kelgan, sifati yetarli bo'lmagan, ya'ni epilepsiyani diagnoz qo'yish o'ziga yarasha qoidalari bor. Masalan, Agaga nisbatan talabimiz 25 kanal 3 soat davomida, shuni 2 soat hatto eng kamida uyqu holatda olingan bo'lish kerak. MRT bo'lsa 3 Tesla 1 mm kesimda Harnes protokoli bo'yicha olingan bo'lish kerak. Ya'ni bu talablarga javob bermaydigan tekshiruv qog'ozlari bilan kelganlar bemor. Qabulimizga kelganda karbamazepin 2 tabletkadan 3 mahal qabul qilardi. Oldin esa Canulex, Benzanal dorilarni qabul qilganlar. Xurujlarning sonida, miqdorida hech qanaqa o'zgarish bo'lmagan bu dorilarda, ya'ni 2 tabletkadan 3 mahal karbamazepin bu juda katta dozada karbamazepin hisoblanadi. Tekshiruvlarda ham mana shu yetarlicha sifatda o'tkazilmaganiga hech qanaqa aniq xuruj haqida ma'lumot, epilepsiyaning sababi haqida ma'lumot beradigan narsa aniqlanmagan. Biz avvalambor bu bemorga
3 soatlik uyg'oq va uyqu holatda EEG monitoringi o'tkazdik va EEG monitoringi toza chiqdi. Qilgan ishlarimiz bilan tanishtirib chiqsak, birinchi qilgan ishimiz, ya'ni EEG o'tkazdik, yetarlicha qonuniyat top-toza chiqdi. Bu juda ham muhim momenti, shuning uchun shu bemorni operatsiyaga tanishtirmoqchi bo'ldim. Bir xil EEG qilsak aniq chiqadi yoki sabab ko'rinadi deb hisoblaydi. EEG tekshiruvning shunaqa xususiyatga ega, u faqat lateral, ya'ni bosh miyani po'stlog'ini tashqi tarafini yaxshi ko'rsatadi. Medial, ya'ni bosh miya po'stlog'ini ichkari joylashgan, chuqur joylashgan o'zgarishlarni yaxshi ko'rsatmaydi va EEGni toza chiqqani, xurujlarning bo'lsa ko'p bo'lishi bizga shu haqida gapiradiki, demak, bu yerda xuruj berayotgan omil chuqur joylashgani haqida gapiradi. Bir xil xafa bo'lib qoladi, EEG qildim, toza chiqdi, hech narsa chiqmadi. Hech narsa chiqmaganligi ham ko'pincha bizga xurujni qayerdan kelib chiqayotganini ko'rsatadi. Agar aniq lokalizatsiyasi chiqsa, ya'ni xurujlar aro muddatda bir o'zgarish chiqsa, uni EEGda joylashgan joyini ko'rib olishimiz mumkin. Ayniqsa tashqi joylashuvga ega bo'lsa, lateral deymiz. Lekin ichkari joylashgan bo'lsa, uni EEG ko'rsatmaydi va toza EEG chiqsa, ko'p xurujlar, epileptik xurujlari bor bemorda biz xulosa qilishimiz mumkin. Demak, bu yerda xuruj chaqirayotgan omil chuqur medial, ya'ni ichkariroq joylashgan deb. Va bu bemorda keyin biza EEGsi interiktal, ya'ni xurujlar bo'lmagan paytdagi EEGsi toza chiqqani uchun xuruj yozishga qaror qildik va xuruj yozdik. Ushbu bemorda ko'rishingiz mumkin, uyqu paytida chap peshona bo'lagidan boshlanayotgan xuruj ko'rishimiz mumkin. Unda qo'llarning giperkinetik keng harakati, tovush yo'q bu videoda. Albatta olib tashlaymiz tovushi bemor shaxsini himoya qilish uchun. Qichqiriq, oyoqlarda qo'lida tipirchiragan harakat kuzatilyapti va bu holat juda qisqa, deyarli 10-15 soniya davom etib, hozir o'z nihoyasiga yetadi va bemor hech narsa bo'lmagandek gaplashib, suhbatlashib, o'z holiga qaytadi. Mana bu bunday turdagi xuruj giperkinetik xuruj deb ataladi. Ular ko'pincha uyquda bo'ladi. Juda keng baqirish bilan qo'l-oyoqlarni tipirchilab harakat qilishi, vohmali qanaqadir qo'rqinchli holat qisqa muddat davom etib, reski o'ziga to'satdan o'ziga qaytib, hech narsa bo'lmagandek suhbatlashib, suhbat davom ettirib ketadi bemorlar. Shu holatni xurujni yozgandan keyin biz bemorni demak markaziy sohalarda nimadir qidiryapmiz deb Harnes protokoli bo'yicha MRT tekshiruv o'tkazdik. Oldingi MRTsi toza edi, lekin keyingi qayta Harnes protokoli bo'yicha qilgan 1 mm kesimdagi MRTda ko'rishingiz mumkin, chap peshona bo'lagini ichki sohasida oq po'stloqni qalinlashi, giperintensiv po'stloqni qalinlashi sohasi aniqlandi. Bu kabi o'zgarish focal cortical dysplasia, ya'ni fokal kortikal displaziya deb ataladi. Bu po'stloqni shakllanish nuqsoni hisoblanadi. U tug'ma o'zgarish. Juda qiziq. Ko'pincha bu narsalarni bemorlarga tushuntirsam, qanaqa menda tug'ma o'zgarish bo'lib, po'stloqda 8 yoshimda birinchi marta xuruj bo'lgan deb savol berishadi. Bu mantiqiy, o'rinli savol. Fokal kortikal displaziya bemorlarda uzoq vaqt hech qanaqa xuruj bermay yashirin yurishi mumkin, to qanaqadir omil bo'lguncha. Ya'ni bu bemorda xurujni kelib chiqishga sabab po'stlog'ida nuqson borligi, ya'ni miyasi nuqson bilan shakllangan. E'tibor berib qarasanglar, men hozir kattalashtirib ko'rsatyapman. Po'stloqni chap tarafi, mana bu taraf chap taraf, chunki MRTdagi tasvir oynadagi aks ettirilgandagi qarama-qarshi tushadi. Chap tarafidagi po'stloq qalin, mana bu joy o'ng tarafiga nisbatan solishtirsa va o'ng tagida bunday oq yo'l bor, transmental sign deydi. Focal cortical displaziyaga xos yo'l. Ya'ni bu negativ rejim. Unda ko'rish osonroq. E'tibor bersanglar, kulrang modda qalin va cho'zilib bunda joylashgan. Po'stloqni shakllanish nuqsoni hisoblanadi. Focal cortical displaziya deb ataladi. Bu ko'pchilikda uzoq muddat hech qanaqa belgi bermasdan bo'lishi mumkin. 8 yoshlarda bo'lgan travma olganlar, bu travma shu nuqsonni qo'zg'alishga uchrab, xuruj berishni boshlashiga olib kelgan. Bu bemorga fokal kortikal displaziya chiqqandan keyin biz jarrohlik amaliyoti buyurdik, chunki bu narsa odatda dori bilan davolanib tuzatib bo'lmaydigan holat hisoblanadi. Shuning uchun jarrohlik amaliyoti o'tkazishni tavsiya qildik va jarrohlik amaliyotiga doir bo'lgan tayyorgarliklar olib borganmiz. Bir nechta yana xuruj chaqirganmiz. PET-CT, MRT, ICL rejimda barcha tekshiruv tayyorlanib, o'tkazilib 2024-yil 28-aprelda tavsiya berib, operatsiya o'tkazilgan, shu soha olib tashalgan. Shu jarrohlik amaliyoti o'tkazilgandan keyin aprelning oxiri, mayning boshlarida bemorda bitta ham xuruj kuzatilmagan.
yaqin orada shu kunlarda bir oy oldin yana qaytib keldilar, qayta ko'rikka, qayta baholashga. Chunki 1 yildan oshiq vaqt o'tdi. Hech qanaqa xurujlar yo'q. Hozir bemordan dorilar to'liq olib tashalgan. Ichilayotgan dorilar o'sha payti 24-yil u Carbalex, Lamictal, Tapamax dorilarni qabul qilayotgan edi va baribir xurujlar bo'lishda davom etayotgan edi. Katta dozda qabul qilishiga qaramay. Hozir esa biz qayta MRT qilib, yana ahvollarini baholadik. Qanchalik yaxshi bitganini e'tibor bersangiz, o'sha sohada mana operatsiyadan keyingi MRTsi bor shu bemorni menda. Hech narsa yo'q hozir biz shu sohani olib tashlaganmiz, chunki xuruj berayotgan fokal kortikal displaziyani postloqni qalinlashgan uchastkasi, yana ochib ko'rsataman eskisi, mana bu bitta edi u. Qalin bo'lgan soha mavjud edi. O'shani to'liq olib tashlaganmiz. To'liq olib tashalgandan keyin mana xurujlar to'xtagan. Hozir oldin kuniga 5 ta xuruj bersa, hozir 1 yildan beri bitta ham xuruj bermaydi bu bemorda. Ahvoli stabil, dorilardan voz kechganmiz. Shunaqa klassik operatsiya o'tkaziladigan bemorning misoli amaliyotimda uchraganimcha sizlarga ko'rsatib bo'lishni ravo ko'rdim. Ko'p bemorlar so'raydi, qanaqa o'tadi operatsiya, qanaqa kechadi, nima bo'ladi, tayyorgarlik qancha vaqt oladi, davomiyligi qancha degan savollar juda ko'p operatsiyaga doir. Oldingi videolarimda yetarlicha ma'lumot berganman deb hisoblagan edim. Ming afsus, ma'lumotlar yetarli emas ekan. Shuning uchun yana qaytadan roliklar tayyorlashni boshladim. Endi bu yoqqa menimcha ko'proq imенно tuzalishga doir bo'lgan ma'lumotlarni ko'rib chiqsak kerak, chunki qanaqadir umumiy ma'lumotlar haqida tushunchaga ega o'sha bemorlar. Tuzalishga doir, ya'ni qancha vaqt oladi, qanaqa yo'llari bor tuzalishni, qaysi turlarda o'zi operatsiya qilib tuzatish mumkin, qaysilarda o'zi faqat dori, bu haqida bemorlarda ko'p ma'lumotga ega emas ekan va operatsiya qancha vaqt davom etadi, uni qaysi tashkilotda o'tkazishi mumkin, qanaqa turdagi operatsiyalar hozir O'zbekistonda bor, bu haqidagi ma'lumotlar ham yoritilmagan ekan. Qiziqib ko'rsam, shuning uchun shu savollarga javob berishga qaror qabul qildim.